Voy do'st, she'rlarga buncha chiroyli bo'lar aka. Bu nima bu akajon? Nimadan chiqargansiz buni aka? Bu aziz aka yangi mahsulot ustakalarimizga, xohlasangiz obunachilarimizga mana shu yerda chiroyli qilib surtib ko'rsataman. Keyin osonligini ko'rasiz keyin. Davay, ustakalar, hozir videosini ko'rsataman. Siz esa like bosib, qadrish qilib turasiz. Ketdik. Bu aziz aka rangi oq bo'ladi. O'zlariga moslab ustakalarimiz color qo'shib olishadi. Rangi oppoq bo'ladi. Mana inshaalloh shunday holatda bo'ladi. Ko'pga o'xshaydi-mi? Aha. Mana olinadi bu. Hop, ketdik. Urib tashaveramiz buni. O'zi faktura beradi bu. Bunaqa chiroyli mramorda trishinalarni effektini beradi. Ustakalarimiz bir zumga buni o'rganishadi. Bunaqa slojniy ishmas bu. Mana bu tiyagalar ustiga bemalol fakturasi ketaveradi. Joy tanlamaydi mahsulotimiz. Gulini o'zi chiqib ketyapti. Ha, gulni o'zi chiqadi lekin effekti. Ustakalar yaxshilab ko'raveringlar, lekin realni surtilishi juda ham oson ekan, lekin effekt juda ham zo'r. Xohlagan rangini qo'yib, urib chiqsangiz agar, ishinglar juda ham zo'r chiqadi va yangilik bo'ladi ustakalar. Like bosib turamiz ustakalar, like bosib, kommentariy hamma podderishga nima qila olsa qilinglar. Lekin Sherali akamni ko'pchilik taniydi. Bu akamiz bilan ko'p master-klass o'tkazganmiz. Juda ham ko'pchilikka ko'p narsa o'rgatgan akamiz. Xohlasangiz aka, bu yangi mahsulotlarimizdan bor. Inshaalloh do'konimizni ochib olsangiz, Xudo xohlasa chiroyli qilib ustakalarimizga mana shu mahsulotlarni master-klass qilib, ancha tushuncha berib, yana bundan boshqa yana mahsulotlar bor inshaalloh. Zo'r mahsulotlar bor. Ha, bu hali sotuvga chiqmagan. Inshaalloh birinchilardan siz do'koningizga chiqadi. Gap yo'q, rahmat. Xudo xohlasa ustakalar, do'kon nasib bo'lsa yaqin bilasizlar. Aziz Master nom bilan do'kon ochyaptik. O'sha yerga mana shunaqa zo'r mahsulotlarni uramiz va master-klassni o'sha do'konda Xudo xohlasa Sherali akam bilan har haftaga iloji bo'lsa harakat qilamiz aka. Podyomi qurigandan keyin tortilib ketadi o'zi. Ikkisi bo'lib qoladi. Keyin buni ustidan o'zining laki bor, matviy, pol matviy, glansiviy, mramor effektini 100% chiqarib beradi. Granit ishlaysizmi, mramor ishlaysizmi, yo'q bo'lmasa ustakalar mana trishinasini chizishga qiynalishadi. Venetsiyankani ustidan ham buni berib inshaalloh kombinatsiya qilib, Xudo xohlasa master-klasslarga ko'rsatamiz. Xo'p, endi mana bu yerda hozir qurigan holatini ko'rsak, mana bu yerda fakchada narsalar bor. Bular o'sha ustidan shotkacha quruq shotkada o'tiladimi? Xudo xohlasa Sherali aka. Quruq shotkada o'tilsa, juda silliq bo'ladi. Aka, olamiz, cho'tka bilan yengilgina qoqib yuboramiz ustini. Qurigandan keyin shunday qilinsa agar, bu fakturasi ketmaydi. O'zini holatiga qoladi. Fakcha bor edi, shotkada o'tdik va silliq narsa tayyor. Ustakalar, mana shunaqa ishlarni Xudo xohlasa o'rganmoqchi bo'lsangiz, like bosib, poderish qilib tursangiz, va Sherali aka bilan ko'proq video chiqarishni xohlasangiz, aytinglar. Akamizdan juda ham ko'p ma'lumot chiqaramiz. Ustakalar, bo'lmasa mana shu bergan ma'lumotimiz qiziq bo'lgan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, like va podpiskani esdan chiqarmaymiz ustakalar va ustoz tanishlaringizga yuborib qo'yinglar mana shunaqa ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun. Hammaga rahmat.